Demak, 2019-yilning 3-masalasining yechimi. Hop, agar 2n plyusdan 3n teng 72 n bilan n natural son bo'lsa, n ning eng katta qiymatini toping. Hop, n ning eng katta qiymatini toping degan uchun m eng kichkina qiymatni qabul qilish kerak natural sonda. Manfiy son va 0 qo'yganman. O'shaning uchun m ga eng kichik natural son m teng 1 dan qo'yib ko'raman, ya'ni 2 plyusdan 3n teng 72. Bu yerdan n'imizda kelib chiqib qoladi ratsional son. To'g'rimi? Endi undan keyingisi m teng 2 berib ko'raman. 2 berib ko'rsam 4 plyusdan 3m teng 72. Bu yerdan 68 3m teng 68 bo'lib qoladi. Yana n'im endi kelib chiqib bo'ladi ratsional son. Hop, bizda eng katta qiymat va javoblarga qarasak, bizda natural sonda turibdi. O'shaning uchun m teng 3 berib ko'raman. M teng 3 da. Hop, 6 plyusdan 3n teng 72. Bu yerdan n'im kelib chiqadi. Hop, oldin 72 ni yazsam 66. Endi topadigan bo'lsam 22. Hop, n teng 22 degan javob bizda S javobda turibdi. Hop, shunaqa masalalarda har doim natural son degan uchun natural n ning eng katta qiymati desa, m ning eng kichkina qiymatidan boshlab qo'yib ketishni boshlaymiz va isbotlaymiz. 3-misolning yechimi shu.